Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube, Instagram, Facebook kuzatuvchilari. Mana bu biz obzor qilayotgan texnikalarimiz: xolodilnik, stol, ichlari nержавейкalik, hamma narsasi bor, родной motor. Mana bu pirojka jarik, ya'ni bu narsani yog'ini singitmasdan qovuradi. O'zimizning seximizda ishlab chiqarilgan. Garantiyalari 1 yil. Mana bular pirojka jarishniklar, kichkina idishchaliklar. Xo'p. Mana bular vitrina deganda горячий vitrina, ya'ni pirojka, somsalar qo'yishga, issiq ushlab turishga. Buni sezoni ko'proq qish sovuq kunlarda ishlatishga. Mana bu duxovka, ventilyatsionni, mebelni duxovkaniki. Mana bular o'zimizda yasalgan samodelniy otsinkovniy pechlar. Mana bu kichkinchasi, damashni. Mana bu marmit. Ovqatda issiq ushlab turadigan suyuq ovqatlarga. Xo'p, yana nimalar bizda? Mana bular o'sha горячий vitrinalar. Xo'p, mana bu moyka 2 tali, 3 tali. Mana bu elektrический plita, трехконфорочный, issiqligi 400 gradusgacha ovqat pishirishga 380. Mana bu samovar elektrический mana tellari, krayniklari hammasi o'tida qilingan 220 ga. Mana bu stollarimiz. Hop. Nержавейка stollarimiz qalin. Mana bu PGS o'choqcha damashli. Xo'p, yana nima? Mana bu moyka, o'zimizning seximizda tayyorlangan moykalar, nержавейкali. Mana bular pirojka jarishliklar. Bu ham o'zimizning sexda tayyorlangan. Mana bular duxovkalarimiz. Mana hamma narsasi bor. Mana bunaqangi 220 tokit ko'rsatib turuvchilari bor. Hammasida bor mana texnikalarimizda. Hammasida mana. Yana keyin mana pirojka jarishliklarimiz. Bular o'sha горячий vitrina, kichkinasi 40 ga 60 lik tekkonligi. Xo'p, yana nimalar? Har xil